Salom va mening Anya kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan Gargonya kanallari haqida gaplashamiz. Biz ular qanday korallar ekanligini ko'ramiz. Qaysi akvariumlarga mos keladi, qaysilari mos emas. Ularni qanday qilib o'stirish kerak? Ular o'zini qachon yaxshi his qiladi, qachon unchalik emas va hokazo. Avval sizga mening gargonyalarimni ko'rsatmoqchiman. Keling, ko'rib chiqamiz. Gargonyalar asosan cho'zilgan shaklga ega bo'ladi. Ip yoki lenta kabi, ammo ular kichik poliplardan tashkil topgan. Mana bu yerda ko'rish mumkin. Poliplar qancha katta, qancha ochilgan bo'lsa, gargonya shuncha yaxshi holatda bo'ladi. Gargonya uchun go'zal va sog'lom o'sishning asosiy sharti bu yorug'lik. Ular uchun yorqin, kuchli yorug'lik mos keladi. Ikkinchi shart bu qo'shimcha oziqlantirish. Aslida, agar siz ularni oziqlantirmasangiz ham ular yashay oladi. Lekin oziqlantirilgan korallar bilan oziqlantirilmaganlarini taqqoslasak, oziqlantirilganlarning poliplari ancha katta, to'la va chiroyli bo'ladi. Oziqlantirilmaganlari esa albatta yashaydi, lekin poliplari nimjon, kichik va uncha jozibali bo'lmaydi. Gargoniyalar kuchli, turbulent oqimlarni yaxshi ko'radi, lekin albatta to'g'ridan-to'g'ri oqimni emas. Chunki agar gargoniya to'g'ri oqimga qo'yilsa, uning shoxchalari oson sinib ketishi mumkin. Ammo akvariumda doimiy yaxshi suv aylanishi bo'lishi kerak. Akvariumning o'lchami akvarium kamida 100-120 sm bo'lishi kerak. Chunki aks holda gargoniya o'sishiga joy topolmaydi. Ular yetarlicha katta hududlarni egallaydi. Mana ko'rib turibmiz. Gargoniya o'stirish qiyinmi? Aslida unchalik qiyin emas. Qulay sharoitlar bo'lsa, ular oyiga 2-2,5 sm o'sadi. Bu juda tez o'sish hisoblanadi va gargoniya juda katta o'lchamlarga yetganida ularni tashish qiyinlashadi. Ularga maxsus idish yoki tayanch kerak bo'ladi.